salom. Menga 3 oylik skuter borlarga akkumulyatorimiz ishib ketdi, bilmay qoldi deganlarga menga termoregulyator yasadik. Oddiygina shunday mashqa osasizlar. Datchigini ashga tiqasizlar. Mana to'qqa tiqamiz. Bularni zaryad bo'laveradi. Akkumulyatorlarni qizib ketishdan saqlaydi. Mana termoregulyator mana qizil qarasi 220 ga ulanadi. Sarig'i bilan qorasi. Mana bunday qilib razga o'rnatib qo'yasizlar. Zaryadniga tiqasizlar. Bo'ldi. Mana termoregulyatorni mana shu o'rtalardan uzib mana bu shtikerlardan o'rnatib olasizlar. Datchigini akkumulyator biqiniga yopishtirib qo'yasizlar. Qo'yganmiz, uni akkumulyatordan chiqib kelgan. Nega ulanadi. 35 gradusga chiqqanda o'chiradi. Xohlasalar 45, 50 har xil gradusga qo'shib bo'laveradi. Mana zaryadligimiz shunaqa gaplar mana. Kimda bunaqa skuterlari bo'lsa, shundan qo'yib olsalaring, mana akkumulyatorlaring ishib ketib qimmatga tushmaysizlar. Oddiygina Xitoydan kelgan. Bu 220 ga ishlaydiganlari, 12 voltga ishlaydiganlari ham bor. Shunaqa gaplar.